Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz siz bilan qoldiqli bo'lish mavzusini ko'rib chiqamiz. Mavzumiz qoldiqli bo'lish ekan. Demak, mavzuga doir birinchi tushunchalar kiritib olamiz. Ana endi biz bilamizki, bir xil sonlarni qandaydir songa bo'lganimizda bo'linmay qolishi mumkin. Ya'ni qanaqa qoldiq chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun biz mana bu mavzuni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bunga qarang. Xo'p, misol uchun 17 raqamini, 17 sonini bo'lganimda 4 ga, demak, buni butun qismi bizga qarang, 4 ga teng bo'ladi va qoldig'imiz 1 ga teng bo'ladi. Ana endi bu yerda mana bu 17 sonimiz bizga bo'linuvchi bo'ladi. Bu demak bo'linuvchi. Ana endi mana bu 4 esa bizga, ya'ni bu 4 ning vazifasi 17 ni bo'lib berganligi uchun buning vazifasi bo'luvchi bo'ladi. Bo'luvchi. Ana endi mana bu 4 esa bizga bu bo'linma bo'ladi har doim. Chunki natijamiz bo'linma bo'lyapti. Ana endi bu bo'linma. Ana endi bizga bir raqam esa bizga bu esa qoldiq chiqadi har doim. Ya'ni bu qoldiqqa teng. Demak, qoldiq. Ana endi qarang. Demak, yana bitta xo'p misol sifatida ko'rib chiqaylik. Demak, xo'p 23 sonini xo'p bo'lganimizda 5 raqamiga bizga butun qismi 4 ga teng bo'ladi. Qoldig'imiz esa 3 ga teng bo'ladi. Ana endi tasavvur qiling, bizda ba'zi masalalarimizda kelishi mumkin. Ya'ni xo'p qarang, 23 sonini yopib turamiz, demak. Qaysidir sonni 5 ga bo'lganimizda bo'linma 4 ga teng, qoldig'imiz esa 3 ga teng desa, siz buni qanday topasiz? To'g'ri. Ya'ni bunda siz 5 ni 4 ga ko'paytirib olasiz, 20 chiqadi va qoldig'imizni har doim qo'shib qo'yasiz. Ana endi qarang, masalan o'zgartiramiz. Masalan, qarang, 23 sonini, ana endi 5 raqam yopib turaman. 23 sonini qandaydir songa bo'lganimda bo'linma 4 ga teng, qoldig'imiz esa 3 ga teng desa. Albatta, ya'ni qarang, bunda ham siz buni ishlash uchun avvalambor 23 dan qoldig'imizni ayirib olasiz va keyin esa, ya'ni 20 ga chiqadi, chiqqan natijamizni 4 ga bo'lib olasiz. Ya'ni 5 natijaga erishishimiz mumkin. Qarang, bundan umumiy formulani keltirib chiqaramiz. Ana endi masalan, qarang. Xo'p, mana bu 23 sonini A deyman. Va mana bu yer 5 ga bo'linganligi uchun 5 ni B deb olaman. Va 5 ni B deb oldik, 4 ni esa qandaydir C deb olamiz. Va qoldig'imiz esa D ga teng bo'lsin. Ana endi qarang. Demak, 23 sonimiz teng ekan 5 ko'paygan 4 plus 3 soniga. Ana endi biz buni umumiy formulani keltirib chiqarib oldik. Bunga doir uning xususiy hollari ham mavjud. Ya'ni har doim biz bu mavzuni ko'rib chiqayotganimizda, ya'ni qoldiqni topmoqchi bo'lsak, qoldig'imiz har doim musbat bo'ladi. Ya'ni 0 dan katta. Va bu yerda bo'luvchidan qoldig'imiz har doim kichik bo'ladi. Ya'ni D'miz kichik ekan B'dan. Ya'ni tasavvur qiling, masalan, qandaydir sonni 5 ga bo'lganini qoldig'i masalan 6 chiqishi mumkinmi? Yo'q, bo'lmaydi, chunki har doim 6 5 dan katta bo'lganligi uchun qoldig'imiz 1 chiqishi mumkin. Ya'ni shuning uchun har doim qoldig'imiz bo'luvchidan katta bo'ladi. Ana endi shunga doir misollarni ko'rib chiqamiz. Bizga quyidagi misol berilgan ekan. Xo'p. Demak, 35704 plus 4259 plus 4173 soni. Mana bu yig'indini 5 ga bo'lgandagi qoldiqni toping degan bizga shart qo'yilgan ekan. Ana endi xo'p qarang. Buni topish uchun bizga ma'lumki, qarang. Mana bu yig'indini 5 ga bo'lgandagi qoldig'imiz, ya'ni har birini 5 ga bo'lib chiqqandagi qoldiqlar yig'indisini ham 5 ga bo'lganimizdagi qoldiqqa teng bo'ladi. Ya'ni qarang, hozir mana bu sonlarni hammasini qo'shib chiqib, oxirida 5 ga bo'lib qoldiq topsak ham bo'ladi, lekin bizga osonroq usuli ham bor. Ya'ni mana buni har bir yig'indini 5 ga bo'lib chiqamiz va qoldiqni topib chiqamiz. Demak, qarang, 35704 ni men 5 ga bo'lganimda qoldig'im 4 ga teng bo'ladi. Ya'ni 5 ga bo'linish qoidasi quyidagicha. Ya'ni oxiri 00 bo'lsa yoki oxir raqami 5 bo'lsa, oxir raqam 0 yoki oxir raqam 5 bo'lsa, ana endi bu yerda 5 ga bo'linish qoidasi kelib chiqadi. Ana endi qarang,
mana buni demak 400.259 sonimizni 5 ga bo'lganda qoldiq topib olamiz. Ana endi menda hozir mana bu oxirgi raqam 55 bo'lganda aniq 5 ga bo'linadi. 4 raqami esa ortiqchalik qilyapti. Shuning uchun buni ham qoldig'imiz 4 ga teng bo'ladi 5 ga bo'lgandagi. Ana endi qarang. Demak 4173 sonimni 5 ga bo'lgandagi qoldiq topaman. Ana endi men bilamanki, oxirgi raqam 0 yoki 5 bilan tugasa, qoldig'imiz demak o'sha son 5 ga bo'linadi. Shuning uchun mana bu oxirgi raqam 70 bo'lganda aniq 5 ga bo'linadi. 3 raqami esa oxirida ortiqchalik qilyapti. Shuning uchun bu yerda qoldig'imiz 3 ga teng bo'ladi. Ana endi bu masalani har bir qoldiqlar yig'indisini topib chiqaman. Ya'ni xo'p, 4 ga 4 ni qo'shganimiz 8, xo'p, 3 ni qo'shganimizda esa 11 ga teng. Ana endi demak mana bu natijani 5 ga bo'lgandagi qoldiq, 11 ni 5 ga bo'lgandagi qoldig'imizga teng ekan. Demak 11 sonimizni 5 ga bo'lsak, demak 11 sonimizni 5 ga bo'lsak, demak 2 butun bo'ladi, qoldig'imiz esa 1 ga teng bo'ladi. Ana endi demak bu masalamizning javobi bir raqam ekan. Savolimiz quyidagicha ekan. 43 ko'paytirilgan 32. Ana endi aytayapti, mana shu ko'paytmani 5 ga bo'lgandagi qoldiqni toping debdi. Ana endi xo'p, buni ham yechib olamiz. Bizga boyaga qarang, yig'indini har birini 5 ga bo'lib oldik-ku, ko'paytmada ham xuddi shunday narsa. Ya'ni mana bu ko'paytmani har bir sonini 5 ga bo'lib olamiz va qoldiqlarni ham ko'paytirib oxirida 5 ga bo'lib olamiz. Ya'ni qarang, mana bu sonimni, xo'p, birinchi sonimizni, mana bu sonni 5 ga bo'lsak, bizga qoldiqni topamiz. Demak, men bilamanki, har doim 0 yoki 5 bilan tugasa, bu son 5 ga bo'linadi. Ana endi tasavvur qiling, mana bu 40 bo'lganda oxirgi raqam 5 ga bo'linadi. Oxirida 3 raqami ortiqchalik qilyapti. Shuning uchun mana bu sonimizni 5 ga bo'lsak, qoldig'imiz 3 ga teng bo'ladi. Ana endi keyingisi demak, ana endi mana bu sonni topib ko'ramiz. Demak, bu sonni 5 ga bo'lganda qoldiq topamiz. Bilamanki, oxirgi raqami 0 bilan tugasa yoki 5 bilan tugasa 5 ga bo'linadi. Shuning uchun mana bu 30 deb hisoblaganimizda 2 miz lishni bo'ladi. Chunki 30 imiz oxirida 5 ga bo'linganligi uchun mana bu yerda, ya'ni bu sonimizni 5 ga bo'lsak, qoldig'imiz 2 ga teng bo'ladi. Ana endi mana bu ikkita qoldiqni bir-biriga ko'paytirib qo'yaman. Demak, 6 ga teng bo'ladi. Demak, 6 miz ana endi 5 dan katta bo'lganligi uchun buni ham 5 ga bo'lib qo'yaman. Demak, 6 ni 5 ga bo'lganimda butun qismimiz 1 ga teng va qoldig'imiz ham 1 ga teng bo'ladi. Demak, bu misolimizning ham javobi 1 ga teng ekan. Keyingi misolimiz ko'rib chiqamiz. Demak, bizga misolimiz berilgan ekan. 324 255 va 71. Xo'p, demak, bu sonlarimizning har birini qanday natural songa bo'lganda qoldiqlari bir xil bo'lsin debdi. Demak, qarang, mana bu sonlarimizni bir xil natural songa bo'lishimiz kerak ekan va o'shanda qoldiqlarimiz ham bir xil chiqish kerak ekan. Demak, buni tenglamasini yozib olamiz. Demak, 324 ni qandaydir h soniga bo'lganimda butun qismimiz, ya'ni x1 ga teng bo'lsin, qoldig'imiz esa d bo'lsin. Ana endi 255 sonini yana o'sha h soniga bo'lganimda butun qismi x2 ga teng bo'lsin, qoldig'imiz esa d bo'lsin. Ya'ni 71 sonni ham yozib olamiz. Demak, yana 71 sonni h soniga bo'lganimizda ana endi butun qismi x3 ga teng bo'ladi, qoldig'imiz esa d ga teng bo'ladi. Ana endi bu tenglamalarni soddalashtirib olamiz. Birinchi navbatda mana bu birinchi tenglamadan ikkinchi tenglamani ayirib yuboraman. Ya'ni 324 dan 255 ni ayirganimda, xo'p, demak 69 ga teng bo'lar ekan. 69. Xo'p, ana endi mana bu tenglikdan keyingi qismlarni ham ayirib olganimda d-larimiz qisqarib ketadi. Demak, tengligimiz esa h ko'paygan x1 minus h ko'paygan x2 ga teng bo'ladi. Ana endi birinchi tenglamadan uchinchi tenglamani ayirib yuboraman. 200, xo'p, demak 324 dan 71 dan ayirganimda, xo'p, 253 ga teng bo'lar ekan. 253 tenglik. Ana endi demak, bu tenglamada ham d-larimiz qisqarib ketadi, plus minus bo'lganligi uchun. Mana endi mana bu h ko'paygan x1 minus h ko'paygan x3 bo'ladi. Ana endi bu tenglamamizni ham soddalashtirib olamiz. Ya'ni
Xo'p, 69 imiz teng ekan. Mana bundan ikkalasida ham h'lari bir xil bo'lgani uchun tashqariga chiqarib yuboraman. H x1 minus x3 ana endi 253 mana bu x2 ga teng bo'ladi. 253 demak bundan ham h'ni chiqarsak x1 minus x3 ga teng bo'ladi. Ana endi qarang. Demak, masala shartida quyidagicha aytgan edi. Qanday natural songa bo'lganimizda deyilgan. Shuning uchun qarang, o'sha natural sonimizni biz h deb belgilab oldik. Ana endi tenglamadan h topishimiz kerak. Demak, masalamizda mana bu h sonimiz 69 ni qandaydir h ga bo'lsak, qoldig'imiz 0 chiqyapti. Va 250 sonimizni ham h ga bo'lganimiz qoldig'i 0 chiqyapti. Demak, bu h soni bo'linganligi, ikkalasiga ham bo'linganligi uchun men 69 va 250 sonlar uchun i kub topib qo'yaman. Ya'ni ikkalasi uchun umumiy bo'luvchi. Demak, i kub 69 va 253 sonlari uchun. Demak, qarang. Buni ishlash uchun, ya'ni har bir 69 va 253 sonlarni to'p ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Ya'ni 69 ni to'p ko'paytiruvchilarga ajratsak, 69 imiz, xo'p, birinchi navbatda, demak, eng pastdan qarab chiqamiz. Ya'ni 2 ga bo'linmaydi, 3 ga, demak 3 ga bo'linar ekan. 3 ga bo'lsak, xo'p, 23 tadan tegadi. Va endi 23 imiz tupson bo'lganligi uchun bu o'z navbatida 23 ga bo'linadi faqat. Va keyin 1 bo'ladi. Ana endi 253. 250 sonni ajratsak, xo'p, 2 ga, 3 ga, 5 ga, 7 ga ham bo'linar ekan va demak bu 11 ga bo'linar ekan. 11 ga bo'lganimizda, xo'p, 23 tadan bo'lar ekan. Ana endi 23 imizdan tupson, shuning uchun bu ham 23 ga bo'lamiz. Yana 1 ga teng bo'ladi. Ana endi ekib topguncha biz bilardik, ikkala sonlarni ham umumiy sonlarni qarab chiqar. Ya'ni ikkalasida ham borini olgan bo'laylik. Demak, mana bu chiziqdan o'ng tarafda turgan ikkalasidan bir xil sonlarimiz faqatgina 23 ga teng bo'ladi. Demak, ikkalasi uchun, demak 69 va 250 sonlari uchun ekibimiz 23 ga teng bo'lar ekan. Ana endi masala shartida 324, 255, 71 sonlarini qanday bir xil natural songa bo'lsak, qoldiqlarimiz bir xil chiqadi degan edi. Ana endi qarang, demak biz o'sha sonni topdik. Bu 23 soni ekan. Xo'p, tenglaymiz, to'g'rimi, noto'g'rimi tekshirib ko'ramiz. Xo'p, qarang. 324 sonimizni 23 ga bo'lib olamiz. 23 ga bo'lsak, 32-da bittadan 23. Ana endi demak, ayirganimizda 9, 4 tushadi. Buni ichida esa xo'p 4 tadan ekan. 4 bo'lganda ko'paytirsak 92 bo'ladi. 92 qoldig'imiz 2 ga teng bo'ladi. Bizga qarang, qoldiqlar bir xil deyilgan sharti bor. Ana endi 255 ni tekshirib olamiz. Ha, qoldig'imiz bir xil chiqar ekanmi? 255 soni ham 23 ga bo'laman. 23 ga bo'lganimda bittadan 23 25 qoladi. 25 ichida ham yana bitta. Ya'ni ayirganimizda 23, qoldig'imiz yana 2 ga teng bo'ldi. Qarang, 71 ni ham tekshirib olamiz. Demak, 71 buni ham 23 ga bo'lsak, ana endi demak 3 tadan 69 bo'ladi. Ana 71 dan 69 ayirganimizda yana qoldig'imiz 2 ga teng bo'ladi. Masala shartini quyidagicha aytgan edik. Qanday son bir xil songa bo'lganimizda qoldiqlarimiz bir xil chiqqan edi. Buni esa biz masalani yechib chiqdik. Bu son 23 ga teng ekan. Masalamiz quyidagicha ekan. 5 2 5 2 5 2 5 va hokazo. Ya'ni qarang, mana bu yerda 2 va 5 raqamlarimiz ketma-ket yozilib, qandaydir son hosil qilingan. Bu sonlarimizning xona birligi, ya'ni xonasi 30 bitta son ekan. Ya'ni 30 bitta raqamni tashkil topgan ekan. Ana endi aytayapti, mana shu sonni 9 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Ya'ni mana shu sonni qandaydir 9 ga bo'lishimiz kerak ekan va bundan xo'p, qandaydir k son kelib chiqadi. Qoldig'imiz esa d bo'lsin. Ana biz masala shartida ham d ni topishimiz kerak bo'ladi. Ana endi qarang. Bizga xo'p, bilamizki, 9 ga bo'linish qoidasini bilan ishlatamiz. Ya'ni 9 ga bo'linish qoidasi quyidagicha edi. Sonning raqamlari yig'indisi 9 ga bo'linsa, shu sonning o'zi ham 9 ga bo'linadi deyilgan edi. Qarang, mana bu sonimiz 5 2 5 2 raqamlari takrorlanib ketma-ket kelgan. Bu sonimiz 31 xonali ekan. Men buni 9 ga bo'linish topish uchun buni raqamlar yig'indisini topib olishim kerak bo'ladi. Buning uchun qarang. Demak, mana bu yerda birinchi navbatda
oxirgi o'rinda 5 yoki 2 raqam kelishini topishim kerak. Xo'p, qarang. Har birinchi o'rinda, toq o'rinda birinchi, 2, 3, 4, 5. Ya'ni qarang, har toq o'rinda 5 raqamlarimiz kelyapti. Har juft o'rinlarda esa 2 raqamimiz kelyapti. Ana endi bizda misolimiz 31 xonali deyilgan. 31 toq raqam bo'lganligi uchun buning oxirgi raqami 5 bilan tugashligini bilib oldim. Ana endi diqqat qilamiz. Ana endi buni raqamlar yig'indisini topib chiqaman. Xo'p, qarang. Buni hisoblaydigan bo'lsak, ana endi 5 plus 2 plus 5 plus 2 plus va hokazo plus oxirgi raqamimiz 5 ekan. Ana endi buni hisoblab olamiz. Xo'p, qarang. Mana bu yerda 5 lardan nechta, 2 lardan nechta borligini topib olamiz. Buni raqamlar yig'indisini hisoblash uchun. Ana endi qarang. Xo'p, 5 raqamimizning nechtaligini topamiz. Ana endi. Demak, mana bu yerda agar sonimiz 32 ta bo'lganda, mana bu sonning o'zida 5 dan 16 ta, 2 raqamdan ham 16 ta bo'ladi. Ana endi 31 ta bo'lganligi va oxir 5 raqam bilan tugaganligi uchun 5 dan 16 ta bor. 2 raqamidan esa mana bu yerda oxirgi 2 bo'lganda 32 ta bo'lardi-ku, 16 bo'lganligi uchun mana bu yerda 2 raqamimiz bittaga kamayib qoladi. Ya'ni 15 ta qoladi. Demak, plus 2 ko'paygan 15. Xo'p, buni hisoblaydigan bo'lsak, mana bu yerda 80 ga teng plus 2 ko'paygan 15, 30 ga teng bo'ladi. Demak, buni hisoblasak 110 degan natijaga erishamiz. Ana endi mana bu sonimizni raqamlar yig'indisi, ana endi mana buni o'zini 9 ga bo'linganda qoldiqni topib ko'raman. Demak, qarang, 9 ga bo'lib olamiz. 9 ga bo'lsak 11 ichida bittadan 9 2 0 tushadi. Buni ichida 2 ta 18, qoldimiz 2 ga teng ekan. Ana endi qarang. Mana bu sonni hammasi hisoblab chiqib 9 ga bo'lsak, mana bu yerdagi raqamlar yig'indisini topib 9 ga bo'lganimizda teng bo'ladi. Demak, mana bu sonni o'zini ham 9 ga bo'lsak, qoldig'imiz 2 ga teng bo'ladi. Demak, d-miz teng bo'lar ekan 2 ga. Xo'p, keyingi masalamiz quyidagicha ekan. Bizga 58, 68 va 78 sonlarni A soniga bo'lganda mos ravishda 4, 5, 6 qoldiq qolmoqda. A ning eng kichik qiymati nechaga teng deyilgan ekan. Qarang, masala shartidan tenglamalarni tuzib olamiz. Demak, bizga umumiy tenglamamiz quyidagicha edi. Qanaydir A sonini B ga bo'lsak, butun qismimiz C, qoldimiz esa D ga teng bo'ladi. Ana shu tenglamadan foydalanib ketaman. Demak, bu yerda A sonlarimiz 58, 68 va 78 ga teng. Demak, 58 teng. Sonlarni qandaydir A songa bo'lganimiz, demak, A ga bo'lyapmiz. Qoldimiz qanday, butun qismimiz qandaydir x1, qoldig'imiz esa birinchi navbatda 4 ga teng ekan. Ana endi demak, keyingisida 68 teng. Yana qandaydir A songa bo'lyapmiz. Butun qismimiz ana endi x2 ga teng. Qoldig'imiz 5 ga teng ekan. Ana endi keyingisi, demak, 78 sonra qanday yana A ga bo'lyapmiz. Butun qismimiz x3 ga teng. Qoldig'imiz 6 ga teng ekan. Bu yerdan biz A ni topishimiz kerak. A teng so'roq. Xo'p. Demak, qarang. Birinchi navbatda mana buni tenglamalarini soddalashtirib olamiz. Demak, 4, 5, 6 larni bu tomonga o'tkazib, sonlardan ayirib olaman. Demak, qarang. 4 ni tenglik chap tomonga o'tkazsam, 58 dan 4 ayriladida 54 ga teng bo'ladi. 54 teng qanaqadir A x1 ga. Ana endi, demak, 5 ni ham bu tomonga o'tkazib ayirib olamiz. Demak, 68 dan 5 ni bu tomonga o'tkazib ayirganimda 63 ga teng bo'ladi. 63 teng A x2 ga teng bo'ladi. Ana endi bundan ham 6 ni bu yoqqa o'tkazib ayirganimda 78 dan ayirganimda 72 ga teng bo'ladi. A x3 ga teng. Ana endi qarang. Demak, shu joyda qarang. A ning eng katta qiymati nechaga teng bo'ladi deyilgan. Mana bu yerda 54, 63, 72 ga bo'linadigan eng katta sonni topishim kerak bo'ladi. Ya'ni bunga, ya'ni 54, 63, 72 sonlariga ilk ko'pni topish bilan bir xil. Ya'ni buni hozir topadigan bo'lsam, eng katta bir xil bo'linadigan son qarang. 54, 63, 72 larga bir xil bo'linadigan son faqatgina
9 ga teng bo'ladi. Ya'ni undan katta songa uchalasi bir xil bo'lina olmaydi. Shuning uchun mana bu tenglamamizning javobi, ya'ni A miz 9 ga teng bo'ladi. Mavzumiz shu joyda yakun topadi. Hammangiz e'tiboringiz uchun kattakon rahmat.